Demigan gapda yana birini ko'rsatib qo'yamiz sizga. Mana shuningga bu Tarim daryosini abiyoqi deganimizda butun to'g'ranqu to'zib bu Tarim daryosiga tushib ketadi. Masalan, hozir shu Lopnur kandiri chayindaymiz. Qon besimini tushiryapti deydi. Mo'shining atrofi hammasi shu chay. Ash qulig'ining hammasi kelib Tarimda. Hozir bu Tarim daryosi to'sasa, masalan, beliq tutildi. Ash chegining yopirmiqi, to'g'roqning yopirmiqi ilishidi buningga. Masalan, ikkinchisi shu buya hamda intayin esil. Bizning shu yerlik restitimi? Mush qo'yvaqanlar yo'tilib qolsak, buyuni shunday tatiblar. Aqlab og'zimizni salib olamiz. Ganso pardaydan buni shundaymi? Kichik buya, shu ganso parni. Aminchalik og'zini salib olsangiz bo'ldi, yo'tilingiz saqaydi degan. Ashundaq buydan necha ming tonna buning chilaqliq tursa, necha ming tonna yulg'unchilik tursa, necha ming tonna to'g'rig'i chilaqliq tursa, bu sharbatni kim yasay oladi? Dunyoda hech kim yasay olmaydi. Tarim daryosini yasaydi buni. Bunday gap. Mana shundaq ba'zi narsalarni isbotlab bo'lg'ini bo'lmaydi. Ba'zi reallikdagi ba'zi ishlarni isbotlashning hojati yo'q-da. Xuddi Tarim daryosining suvi shundaq bir sharbatga o'xshaydi deganni isbotlashning hojati yo'q. Mishada yashagan kishilarning ashunda ichib, uzun umrda yashab, tan sog'liq bilan yashaganligi ashuna isbot. Shu hamma narsani isbot talab qiladigan narsalar bo'ldi, isbot talab qilmaydigan narsalar bo'ldi deb qarayman. To'g'ri. Reallikning o'zi isbot. Ma iqib yana asliq tushgan o'xshamamda yo'q. Yo'q, aşağı chaplashib turibdi. Mana agar bir stulda qaram, vaqtimiz sizga. Shuni jig'olsangiz bir muncha qildik deb. Ma to'g'ri mana. Mana choy qilsangiz ko'rdingizmi Allohni? Bu loy chiqdi buningdan. Mana. Ma leyin to'kyapsiz buni 2 kilo olmaydi. Ana choy qilgandan rangi chiroyliqchi nima qila? Yana bir chaqib ketamiz. Chaqvatlar. Demigan gapda yana birini ko'rsatib qo'yamiz sizga. Danga. Rasmi ya? Voy, ras izganligini keldim men bu qumliq qishisining yanangizga necha kun turib shu narsani qo'lingizni tutmaymiz. Nima qo'lingizni yunga? Bilak ish qilmaydimi? Ameli bir gap qilib beray, yunga qo'lingizni qanday o'g'ini hozir bilasiz. Siliqli sopunda ko'p ketdi-ku. Ha? Siliqlab ketdingmi qo'lim? To'g'riqidek bundaq narsani Jimni yeriyotmaydigan-da. Yo'q. Bunda gapga men to'g'rig'ini chaqirgan suya men to'g'rig'ini silliq qilyapti. Men bu yassangni bilamda nima, ha?